Trekker bir avtomobiliga propanni yechib olib, rабочий metan qo'yib beryapmiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan gaz balon uстановка qilib berilmoqda. Razisasi kelishgan holda bo'ladi. Bu Cobalt avtomobilimizga 65 talik propan uстановка qilinmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Bitta zapravkada, xudo xolasa, trassada 700 km yuradi, xudo xolasa. Bu yoqdagi Cobalt avtomobilimizga 42 talik gaz balon uстановка qilib berilmoqda. Akamizning talablariga binoan zapaska nomlarga cho'tki qilib qo'yib berdi. 47 talik ozgina ko'tarilib qolganligi hisobiga 42 talik ko'tarilmaydi. Shuning uchun 42 talik tanladi. Old qismiga original jihozlar bilan uстановка qilib berilmoqda. Guliston metan propan gaz uстановкасida barcha xizmatlar bor. Xohlasangiz propaningizni metanga, xohlasangiz metaningizni propanga almashtirib beramiz. Faqat raznisasi kelishilgan holda bo'ladi. Xohlagan turdagi balonlar bor. 47 talik, 65 talik, xohlasangiz 90 talik ham bor. Gaz balonlarimiz 22, 23, 24 har xil o'ziga qarab. Kichkina 30 talik balonchalarimiz ham bor.